Toshkent tog'larida eng xavfli davr boshlandi. Gap shundaki, bahor kelishi bilan tabiat uyg'onadi, ammo bu safar uyg'ongan faqat daraxtlar yoki gullar emas, balki yirik ilonlar ham. Toshkent viloyati tog'larida qishki uyqudan chiqqan ilonlar faol harakatlana boshladi. Bu esa tabiat qo'ynida dam olishni rejalashtirayotganlar uchun jiddiy ogohlantirishdir. Ilonlar odatda odamdan qochadi, lekin ular uyg'ongan ilk kunlarda yanada tajovuzkor va himoyaviy bo'lishi mumkin. Ayniqsa, tog'li hududlarda sayr qilayotganlar, piknik uyushtirayotganlar yoki shunchaki tabiat bag'rida vaqt o'tkazayotganlar ehtiyot bo'lishi kerak. Bir qarashda tinch va chiroyli ko'ringan joy aslida yashirin xavfga to'la bo'lishi mumkin. Xo'sh, biz bunga qanchalik tayyormiz? Ko'pchilik bu kabi ogohlantirishlarni jiddiy qabul qilmaydi, lekin aynan shunday e'tiborsizlik ko'pincha eng katta muammolarga olib keladi. Oddiy qoidalar: oyoq ostiga qarab yuring, baland o'tlar orasida ehtiyot bo'ling, bolalarni nazoratsiz qoldirmang. Bu qo'rqitish emas, bu ogohlantirish, chunki tabiat hazil qilmaydi. Ushbu xabarni barcha yaqinlaringizga, ayniqsa yaqinda dam olishga chiqmoqchi bo'lgan tanishlaringizga yuborib qo'yishni unutmang. Poytaxtdagi eng dolzarb voqealar va muhokamalarga sabab bo'layotgan yangiliklarni Toshkentliklar 24 kanalida kuzatib boring.